Chekni yuvish. Keyingi muolajamiz o'tqop yuvish. Duodenalniy zondirovание. Ana undan keyin hijama. Xabaringiz borki, hammaga ma'lumki, klinikamizda hijamani mukammal olib borish qo'yilgan. Har bir kompleks davolanish kurslarimizga qo'yilgan. Hijamadan oldin kedr fita bochkasi. Kedr fita bochkasi ham muolajalarimizga kiritilgan. Mana undan keyin eng asosiysi, juda ham ko'p kelgan savollaringizga javob beraman. Bu tilla va kumush kapelnitsasi. Ko'pchilikda savol tug'ilibdi. Tilla haqiqiymi, kumush haqiqiymi? Bitta joyda aniqlik kirgizmoqchiman. Ko'pchilik bu ma'lumotga ega bo'lmagani uchun so'ralyapti. Tilla va kumush degani bu og'ir metall degani emas. Ya'ni kolloidlangan tilla, kolloidlangan kumush. Bu nima degani? Kolloid bu zarracha qon tarkibiga uyg'unlashib ketadi